Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Jahongir. Bugungi videoda biz Minecraftda top 10 ta modlarni ko'rib chiqamiz. Va kanalga obuna bo'ling. Qani go. Bizda 10-mod bu ajoyib slabchalar modi, aniqrog'i to'siqlar modi. Bu mod juda ham ajoyib mod do'stlar, o'z ko'rasizlar. Ana shunday sizga yarimtalik blok qo'shadi va u blokni ustiga bir marta bossangiz, sizga qandaydir ajoyib to'sinni yaratib beradi. Bu to'sinni survivalda buzishning imkoni yo'q do'stlar. Agar siz uni ana shunday qilib 5 talik qilib joylashtirsangiz va hammasini yoqib chiqsangiz, sizda ajoyib qalqon hosil. Bizda 9-mod 3D narsalar, barcha bloklarga 3D tekstura qo'shadigan mod do'stlar. Buni albatta ko'rib chiqishingiz zarur do'stlar. Birinchi navbatda biz bolalar ana ko'rishingiz mumkin, nimani crafting table qaranglar. Qanaqa idealni qayerda nimalar chiqib turibdi. Ana bu toshni ko'rishingiz mumkin. Bu siniq tosh, ana bu esa ana suyagimi o'sha narsa. Короче, bunisini o'zi qaranglar, qanday grafika. Buni albatta o'ynab ko'rishingiz kerak. Bizda keyingi mod albatta klassik modlardan biri bo'lmish arkada, ya'ni o'yinlar modi. Sizga 10 ta o'yin qo'shadi. Qaranglar. Xohlagan o'yinlar bor. Bu yerda qandaydir nima Pac-Man o'yini, bu esa ping pong. Bu yerda iloncha o'yini, tarvuzchalarni yeyish kerak. Yana bu yerda esa o'zimiz nima edi bu o'yini yodimda yo'q. Bu qarochi samolyotcha o'yini. Qarochi o'yinida. Ana bu esa stickman nimasi. Va bizda keyingi mod invertorga qo'shimcha nimalar qo'shadi, ya'ni qo'shimcha qobiliyatlar. Agar siz ana o'z sandiqchangizni bo'lsak, u sizga o'zingiz xohlagan rejimda o'ynashga yordam beradi. Misol uchun, sandiqni ochasizda, o'sha xohlagan rejimga qo'yasiz va u sizga bir-barakiga tortib bera oladi. Bu mod ajoyib mod. Sizga aniq kerak bo'ladi. Bizda keyingi mod, ya'ni hayvonlarga xohlagan narsaga aylanish modi. Boshida ko'rganingizdek men qishloq edim va menga ana shu mod yordam bergan. Ana qaranglar do'stlar, men hozir qor bo'laman, endi sigir, qo'ziqon, endi golem, endi esa yana o'zim. Ana endi mushugman do'stlar. Buni juda ham ajoyib. Zombi, cho'chqa, enderman, xohlaganimda endi skelet. Bu modni albatta o'ynab ko'rishingiz kerak. Do'stlaringiz bilan ajoyib berkimoqchi bo'ladi. Bizda keyingi mod Minecraft, ya'ni addons, qanaqadir qurollar modi. Aniqrog'i sehrli qurollar modi do'stlar. Bu mod ham juda ham ajoyib mod do'stlar. Ana ko'rayotganingizdek ba'zi bir narsa, bunisi granata, ya'ni TNT o'tadi, bunisi kamun milliontadan egi, aniqrog'i ushshadan o'qotadi. Bunisi esa sehrli qilich va bunisi esa sizga ajoyib effektlar berib o'chirib yuboradi. Bu ham ajoyib mod do'stlar. Bizda keyingi mod bu ajoyib nimalar modi, ya'ni lootlar. Nima dinozavrlar, shunga o'xshash. Bu modning ichida sizga ana shunaqa tuxumlar va qandaydir nimalar qo'shadi. Siz bu dinozavrlar bilan ajoyib, agar o'zini kartasini olsangiz, bular bilan ajoyib survival qilishingiz to'g'ri keladi. Va bular sizga survival vaqtida xalaqit berishi mumkin. Ko'rishingiz mumkin, ana shuncha yangi tuxumlar, yangi go'shtlar va yangi weaponlar qo'shilgan. Va bizda keyingi mod esa Minecraftdagi modda sizga ajoyib yangi siz bilan jang qila oladigan moblar qo'shadi. Bu moblar juda ham g'alati va kulgili moblar. Ana ko'rishingiz mumkin, bu qanaqadir qalamunmi, qanaqadir maxluq, bunisi esa katta ulkan ko'zlar, bunisi qandaydir nimadir bu gul, menimcha zaharli gul ekan. Bunisi esa qandaydir shilqut. Buni men tanaman. Bu ming oyoq menimcha. Bunisini bilmadim. Bu menimcha krokodil, shunaqa narsalar. Bizda keyingi mod esa Minecraftdagi sizning darajangizni ko'paytirib beradigan stol modi. Bu mod ham juda ham ajoyib do'stlar. Siz shunaqa enchanting table'ga erishasiz va unda o'zingizga xohlagancha daraja yig'ib olishingiz mumkin. Darajangizni qaytarishingiz va o'zingizga bir olam daraja olishingiz mumkin. Bitta butilka siz belgilagancha boraveradi do'stlar. Va bizda birinchi mod do'stlar, o'zimiz yoqtiradigan toolbox do'stlar. Bu toolbox juda ham ajoyib mod do'stlar. Ha do'stlar, bu o'tgan safargi nimadan ancha yaxshiroq. Buning ichida siz xohlagan narsangizni
olishingiz, xohlagancha enchat qilishingiz va xohlagan xil modni olishingiz, hatto siz survival rejimda ham o'ynab bloklar olishingiz, barcha Minecraftda hamma qila oladigan narsangizni qilishingiz mumkin do'stlar. Chaqmoq chaqirish, yomg'ir yog'dirish, boshqa ishlar. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying. Siz bu modlarni men albatta o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yaman do'stlar. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, ko'proq obunachi kelishiga hissa qo'shgan bo'lasiz va biz bunaqa ajoyib videolarni tezroq chiqara boshlaymiz. Xullas, hammaga xayr bolalar.